Assalomu alaykum. Men Turdiqulov Vohidjon G'aniyevich, gepatolog infeksionist shifokor sifatida faoliyat yuritaman. Sizlarga hozir virusli gepatit kasalliklari to'g'risida va ularni tekshirish, tashxis qo'yish usullari bo'yicha qisqacha tushuncha bermoqchiman. Hammamizga ma'lum, virusli gepatit kasalliklari hozirgi kunda A, B, C, D, Y turlari bizning regionimizda ko'proq uchraydi. Gepatit A kasalligi ko'proq bog'cha va maktab yoshidagi bolalarda uchrab, asosan kasallikni yengil formada kechadi. Bu sariqlik va sarig'siz variantlar bilan birga kechib, bolalarimizda ko'pincha aksariyat hollarda yengil kechadi. Keyingi turimiz gepatit Y turi ham xuddi shu gepatit A singari, bu ham yengil kechadigan kasalliklardan. Bu gepatit Y kasalligimiz ko'proq homilador ayollarda, ya'ni tug'ish yoshidagi ayollarimizda ko'proq uchraydi. Bu ham xuddi gepatit A singari fekal oral yo'l bilan yuqadi, ya'ni iflos qo'l orqali, og'iz orqali organizmga tushib kasallik chaqiradi. Gepatit Y kasalligi bizning regionimizda hozirgi kunda uchramaydi, ko'proq Yevropa davlatlarida kuzatiladi. Gepatit A kasalligimiz bog'cha va maktab yoshidagi bolalarda uchrab, yengil formada kechib, o'zini kasalliklaridan keyin asoratlar qoldirmaydi va surunkali formaga o'tmaydi. Endi ko'proq siz bilan biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan kasallikning turlari gepatit B va gepatit C kasalliklari bo'lib, bu kasallik bilan bolalar o'rtasida kasallanish shu 2001-yilda O'zbekistonda gepatit B ga qarshi emlash jarayoni boshlangandan buyon deyarli kuzatilmayapti. Ko'proq katta yoshdagilar bemorlarimizda kuzatilyapti. Bu kasallikning yuqish yo'li gepatit B da ham, C da ham ko'proq ular parenteral yo'li bilan yuqadi. Ya'ni tibbiy muolaja olish orqali, jarrohlik amaliyotlari o'tkazish orqali yoki bo'lmasam tibbiy muolaja olish jarayonida bemorlarga qon va qon unini bosish suyuqliklarni quyish orqali kasallik organizmga virus tushishi mumkin. Bu kasallik albatta organizmga virus tushgandan keyin har bitta kasallikda B turini ham, C turini ham yashirin davrlari bo'ladi. O'rtacha 14 kundan 60 kungacha, hattoki 6 oygacha bo'lgan vaqt oralig'ida kasallik organizmda rivojlanishi mumkin. Gepatit B va C turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikkala kasallikda ham kasallik alomatlari erta alomatlari bo'ladi. Ya'ni organizmda umumiy quvvatsizlik, oyoq qo'l bo'g'imlarida og'riq, dispeptik buzilishlar, ya'ni ishtahani pastligi, ko'ngil aynish, qayt qilish alomatlari kuzatilishi mumkin va peshob rangining to'qlashuvi, axlat rangining oqarish alomatlari kuzatilishi mumkin. Endi bu kasalliklarni tekshirish uchun asosan umumiy qon tahlilida, laboratoriya tekshiruvlarda qonni bioximik tahlilini ko'rib chiqamiz. Qonni bioximik tahlilda ALT, AST, timol sinamalariga e'tibor beramiz. Agar jigar yallig'langan bo'lsa, mana shu fermentlarimizni aktivligi qonda oshgan bo'ladi. Keyin qonda virus bor yo'qligini aniqlash uchun IFA immunoferment analiz tekshiriladi hamda PCR tekshiruvi, ya'ni polimer zanjir reaksiyasi bilan kasallikda bemor qonida virus borligini aniqlaymiz. Endi gepatit B da masalan B misolda ko'rib chiqadigan bo'lsak, IFA tahlilda HB antigen aniqlanadi. Bu o'sha gepatositlarda virus organizmga joylashmagandan keyin qonda aniqlanadi. Lekin bu IFA tahlilda gepatit B virusini aniqlanishi agar kasalda bemorda o'sha kasallik alomatlari bo'lsa, demak bu gepatit B to'g'risida o'ylab shu bemorni albatta mutaxassisga uchrab alohidalagan holatda davolash muolajalari o'tkaziladi. Lekin shunday bo'ladiki, bemorda kasallik alomatlari yo'q.
shunday bemorlarimiz bo'ladi. Qon tahlilini topshirgani borishganida yoki tibbiy ko'rikka borganlarida yoki biron bir jarrohlik amaliyoti uchun rejali ravishda borganlarida qonda laboratoriya tekshiruvida to'satdan aniqlanib qolinadi. Lekin bemorda kasallik alomatlari kuzatilmaydi. Mana shunday holatda nima qilamiz? Bunday holatlarda albatta shu bemorimizni chuqurroq tekshirishimiz kerak bo'ladi. Chuqur tekshiruvlarimizdan biri PCR tekshiruvida, PCR usulida qonda o'sha virusni DNKsini aniqlaymiz. DNKsini aniqlashimiz bu nima degani? Qonda virusni o'sha yadrosini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bu PCR usulida B virusni sifat va son ko'rsatkichlarini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Sifat ko'rsatkichini ko'rsak, agar haqiqatda sifat ko'rsatkichimizda pozitiv beradigan bo'lsa, demak bu virusni organizmda virus jigar hujayralarini yallig'latib, zararlab, jigar hujayralarini yemirishni boshlagan degan xulosaga borib, bu bemorni chuqurroq davolashga o'tishimiz kerak bo'ladi. Davolashda nima qilamiz? PCR usulida demak gepatit B virusini sonini sanab turib, unga qarab turib davolash rejasini qilamiz. Gepatit B virusi PCRda sonini ko'rganimizda odatda 1,5 ming, 2 mingtagacha bo'lsa, demak bu virus organizmda tinch yotibdi. Jigar hujayralarini zararlagani yo'q degan xulosa qilib, bunday bemorlarga gepatit B virusiga qarshi dori-darmon bermasak ham bo'laveradi. Faqat o'sha bemorning shikoyatlariga qarab, instrumental tekshiruvlarda agar mabodo jigarda fibroz alomatlarini belgilari bo'ladigan bo'lsa, shu shikoyatlarga qarab davom muolajalarni mutaxassisning tavsiyasi bilan o'tkaziladi. Gepatit C ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, gepatit C ham yuqorida aytdik, gepatit B ga o'xshab parenteral yo'li bilan yuqadi. Ya'ni bir insondan ikkinchi insonga qon preparati quyilganda yoki bo'lmasam stomatologik muolajalar paytida yoki bo'lmasam sartaroshga borganda, uyda, xonadonda bitta xo'jalikdagi 5-6 ta xo'jalik uy a'zolari bitta zubniy pastadan tish yuvishda foydalanganda ham kasallik yuqishi mumkin. Yoki bo'lmasam er-xotinlarga o'sha er-xotinlik munosabatida bir-birlariga yuqishi ham mumkin. Bu o'sha gepatit C ga ham shunday PCR, IFA tekshiruvlar qilinganidan keyin albatta hozir yaqin bir 10 yildan narisidan buyon shunday gepatit C ga qarshi dori-darmon ishlab chiqilgandan buyon bemorlarimizga ancha yengillik bo'lib qoldi. Qondan o'sha virusni chiqarib yuborish imkoniyati paydo bo'ldi. Gepatit C aniqlangan bemorlarga ma'lum bir muddat o'zini o'sha gepatit C genotiplarini, titrini, sonini aniqlaganimizdan keyin albatta o'sha tabletka holatdagi dorini bersak, 3 oy davomida organizm uzluksiz qabul qilganda qondan virus chiqarib yuborish mumkin bo'lyapti. Bu albatta tibbiyotimizning yutug'i. Endi gepatit B hozir ko'proq muammo bo'lib qolayotgan, muammo bo'lyapti. Gepatit B si bor organizmga agar o'sha organizm o'zini bir kasallikka qarshi kurashib, davo muolajalarini qilib, ma'lum bir vaqt davomida o'zini tekshiruvlardan o'tkazib, sog'lomlashtirish uchun harakat qilmaydigan bo'lsa, haligi kasallik surunkali formaga o'tadi. Statistika bo'yicha 10 ta gepatit B bilan kasallangandan 3 ta 4 tasi gepatit surunkali formaga o'tadi. Surunkali formaga o'tganda ham bemor agar o'zini tibbiy ko'rikdan tekshirib o'tkazib, mutaxassis muolajalarini olib turmaydigan bo'lsa, haligi gepatit B virusi jigar hujayralarini o'rnini o'sha zararlab turib, sog'lom jigar hujayralar, gepatositlar o'rnini biriktiruv to'qimi hosil bo'lib, organizmda fibroz rivojlanadi. Bu degani organizmda jigar sirrozi rivojlanyapti degan belgi hisoblanadi. Mana shunday holatlarda albatta bunday bemorlarimiz o'zlarining sog'liklariga beparvo bo'lmasliklari kerak. Gepatit B virusga qarshi ham tabletkalar bor. Bu tabletkalarni mutaxassisning tavsiyasi bilan olib, ma'lum bir muddat, mutaxassis buyurgan muddat davomida
to'liq uzluksiz iste'mol qilib ichib yurish kerak bo'ladi. Hamda instrumental tekshiruvlarda masalan UZI diagnostika qilinadi, fibroskan tekshiruvlari qilinadi. Mana shu tahlillarga natijasiga qarab turib jigardagi fibroz alomatlarini bartaraf qilish uchun yiliga kamida 2 marta davolanib turish kerak bo'ladi bemorlarimiz. Endi mana shu IFA tahlillari, PCR tahlillerini hozir butun O'zbekistonda, yurtimizda xususiy laboratoriyalar bu bunaqangi nimalarni amalga oshirishyapti. Albatta beparvo bo'lmasdan shunday tahlillarni qilib turishimiz kerak bo'ladi. Bu shunday tekshiruvlar mana bizni Ar-Rahmon xususiy ko'p tarmoqli klinikamizda ham yo'lga qo'yilgan. IFA tahlili, PCR tahlili, sifat va son ko'rsatkichlarini aniqlab laboratoriyamizda aniqlayapmiz-da, bemorlarimizga shu asosida biz o'zimizni kerakli tavsiyalarimizni berib, bemorlarni sog'lomlashtirish uchun imkon qadar o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz. Agar sizlarda shunday umumiy holsizlik, oyoq qo'l bo'g'imlaringda og'riq, ishtahani yo'qligi, vaznda tez fursatda vazn kamayishlaring kuzatiladigan bo'lsa yoki bo'lmasam shunaqangi ish faoliyatlaringda sustkashlik bo'lib, pasayish kuzatilib, jizzaki bir odam bir qanday asabiy bo'lib qoladi, oiladagi hatto farzand nevaralarni bir nimalari ham, murojaatlari ham yoqmay qoladigan holatlar bo'ladi. Mana shu holatlarda biz gepatit haqida o'ylamaymiz. Faqat boshqa kasallik haqida o'ylab mutaxassislarga borib muolajalarni olib yurilaveradi. Lekin mana shu kasallik haqida ham o'ylab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sababi bu kasallikning erta alomatlaridan biri hisoblanadi bu belgilar. Shunday holatlarda albatta o'zlaring mutaxassisga uchrab, tavsiyani olib, tez tibbiy ko'rikdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Instrumental tekshiruvlar, laboratoriya tekshiruvlariga albatta murojaat qilsalaring, baholi qudrat sizlarga yordam beramiz.